Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Xo'p, ro'za Ramazonlar bilan. Hozirgi kunda eng bozori chaqqon, hamma suyib ko'pchilikka manzur bo'layotgan ishlarimizdan bittasi. Istanbul poliuretan. Gigant stul. Ko'rinishdan o'ta go'zal. Samarqanddan akamizga Jo'ramurod aka mahsulotlariz tayyor bo'ldi inshaalloh. Xo'p, bu yerda ata 2 xil tumba qo'ydik. Sababi nargi simola tumbalarimiz oldin ko'rsatib o'tilgan, doim foydalanib kelayotganlarimiz. Ana endi yangilik. Ko'rinishdan haybati o'ta katta, gigant. Stolga mos narsa. Modelimiz oldinda foydalanmagandik, hozirgi kunda yangilik uchun tayyorlashni boshlandi. Nargi simola tumbaga nisbatan buni narxida jinday farq bor, lekin ko'rinishda ham farq bor. Hamma narsa o'ziga yarasha deydi-ku. Xond uzunligi 630. 3 ta katta qayiqdan tushirishga qaror qildik. Ko'rgan odam bir yo'la. Bo'lsin bayram deb bo'lsin deyildi-yu. Shuni singari nihoyatda chiroyli, go'zal narsa chiqdi.